Assalamu alaikum, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу мал жандык сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Бакен шаарындагы мал базарга келдим. Сиздерге бул чыгарылышта эне бала уйлардын бааларын берип берем. Торпогу менен, музоосу менен. Сиздер андыктан бул чыгарылышты күзөтүп барыңыздар. Эфирде Максут Маккамуулу. Бүгүн күнгө ишемби, 24-июл. Бүгүнкү күндө Бакендеги мал базарда уйлардын баалары кандай толук ушул чыгарылыштан көрөсүздөр. Ушул сиздер көрүп турган жер Баткен шаарындагы борбордук мал базары. Дал ушул дар базар аркылуу кирип барабыз. Көрдүңүздөр, ичинде соода аябай кызуу жүрүүдө. Мен базардын ичине кирип калдым. Азыр мына ушул жерден силерге торпоо бар сыйлардын баасын сурап беребиз. Assalamu alaikum. Qancha so'radingizlar? 67. 62 bo'ldi. 62 bo'ldi. Bir beringiz. Торпогу erkek urg'achi. Urg'achi. Birinchi balasi? Birinchi balasi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, торпогу менен 62 ming oldi bo'ladi. Daha kishini qo'shish kerak ekanda. Yaxshi. Qancha qildingiz? Bütçeden sorayız. Kança sıra odası aka? 60. Ne balav? Ana birinci. Birinci торпогу. Erkek mi bu? Topazda erkek. Novazlık. 60 dediniz mi? 60. 60 olsa beret. 60'ga qardar bolsa berem ana. 60 mingga beradi. Qanchaga bag'ildi? 55 ga. 55 ni buyoq sura o'tadi. Sura o'tasizmi? Mana ishni qo'shib olib qo'yamizda. Şunu aytsam ko'nbay jetar. Bering ham. Qo'lni qarmang ber. Qo'lni qarmang mana. Ber. 55 mingga qursamiz. Surang yaxshilab. Yaxshilab sura. 60 dan qancha tashlaysiz? To'g'ri qiladi. Yo'q, ololmayman to'g'ri. Tashlasang mana oldim men. Jo'q, kishini tashlab bering ham yaxshi klient bo'ldi, keng. Mana. Ayt Mirlan. To'g'ri ko'ngilda, to'g'ri niyatda, oyog'i aladi. Yo'qolsa ziyon tartmaydi. 55 ming bo'lsa mana bor baraka, mana. Oldim men. 55 mingga qildi. 55 ming. Bor baraka. Qaytmayman men. Qarangizlar, ushul торпогу бар uydu 55 mingga azı surab chiqdi, 60 ming deydi. Satuvchi, aluvchi 55 mingga qardar bo'ldi. Bering aka, yaxshi bo'ldi bu. To'rtovini berib bo'lsa 105 mingga. Har meni bo'ladi. Yo'q. Qaysi nosni ham qo'shtirib olasiz unda? To'rtovga. 105 mingga. Yaxshi surab oladi. 55-50 dedi. Yaxshi. Mana. Bu yaxshi oldi aka, qanday deysiz? Bor. 105 ming oldi. Satın bir sürücesi olaydı. Ketdi mi? Yo'q. Yo'q, buni oltinchi tashaydiganimda aytdim. Tashay, mancha tashay deb maqul kelsa men oldim. Voy bu. To'g'ri. Yo'q, unda turg'al olmay. Bo'lgan 60 mi? To'g'ri niyatda. Bunda bizga voy. Mana. Kelishib oldilar. Bo'lgan 60 ming deydi. Qaralab ko'raylikchi. Торпогу 20. Бұл жерде дағы бір торпогумен тұрады. Қанша олдады? Торпогу менен mi bu? 55 mi kemi var ha? 55 mi so'm kemi. Qanchанчы торпогу? Birinchi торпогу, erkek urg'achi торпогу. O'sha oq uyda торпогунун 55 ming so'm kemi var deydi. Sizlarga boshda eslatganlar bu chorishda ko'proq ушул торпогу бар, muzoosi менен uylарды chiqaramiz. Assalomu alaykum. Qancha so'raysizlar buga? Buga 75 so'rab atamiz. 75 ming, ha? Торпогу. 75 ming deydi. Bizden көрүүчүлөр комментарий жазып атты. Торпогу менен уйларды тартып берсең жакшы болот дегенде. Атайын ушундай чыгарышты турсак. Салам алейкум. Канча сурап атасыз ака?
140. 140. Kimisine? Ekotek. Eko'na 140 bin so'raysiz mi? 140 mingdan mi? 140 mingdan. Eko. Eko'ning balasi turpoq bor, ha? Turpoq erkak urg'achi. Namqi erkak, namqi urg'achi. Bu urg'achi, ha? Bu oq turpoq erkak. Qaranglar, 140 mingdan. 140 mingdan so'raysiz. Yaxshi sut beradi o'xshaydi, jelin yaxshigina. Kuniga 10 litr beradi. Yaxshi. 140 ming so'rashib turganlar. Gününe 10 litr süt beradi, turpoq. Tak, aralab ko'ramiz dag'i. Şef, qanchasini olasiz? 73 bo'ldi. 73 ming bo'ldi, ha? Turpoq bilan. Yaxshi sut beradi, qanchanchi turpoq bu? Birinchisi, ha? Birinchisi 73 ming bo'ldi. Qaysi baho bo'lib chiqadi? Qarab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? 105 qildi bozor. 105 ming 6 qildi. Bermadingiz, ha? Qaysi bu? 3-ta. Men Nol ekko turpog'i o'shunda. Kimisi endi bola? Men tatpaydan qo'ydim. Tatpadim. Nimani tatdim? Ekko ham balasi. Non balasi, ek turpog'i. Ek turpog'i bilan 105 ming, 106 ming qildi, bermadi dedik. Ha, tuğanlar bağını gördünüzler. Turpoqlar qancha oltadi? Turpoqlar qancha oltadi? 18,5 bo'ldi. 18,5? Kimisi ne bu? Burga chiqqan, ha? 18,5. Narxi qancha oldi? Erkak ekan. Yo'lam sho'lli. Sen hozir 1.50 oldu. 18,5 ming, ha? Yaxshi. Bosh turpoqlarda 18,5 ming. Bu жақта сода болып жатады, барып көрелі, қаншаға сода қылып жатады. Барака деңіздер, қайсыны сода қылдасы қа? Әтімше? 63 ming. Do'si qo'shib tashladi. 63 ming. 63 ming so'rashadi. O bu kim? Hani kimi koşuyor? Yaranti 60 Жақсы тұран жақсы. Қаншаға сұрап отырсыз? Қаншаға сұрап отырсыз? Бермейсіз тағы? Bermeysiz. 63 ming. Nasıl buydu? Buna biz tartmayın. Şunu salacaktık. 63 ming. Mana şu olap kelgan, mana shular tartib qo'yar, bo'laveradi. 55 mingga bermay aytsa edim. Qayerdan olib keldi? Mana 55 mingga berak. Mana shuni. Ben 55 ming. Chekdim moli. Çekten alıp kelgan, ha? Ha, chekdan olib kelgan. 55 mingga bermaysiz. 55 mingga. Sulan aka yaxshilab satdingizlar endi. Bunlar da bir aralab ko'raylik. Elimizden pelin aylansa oladi. Zeli shunday yaxshi shangli el. Bozorda savdoni qaranglar, qiziqtirib yuradi mol bozorda. Tasir qancha oldi? 45. Ne bala? 6-chi bola. 6-chi bola 45 mingmi? Qanchaga berib qo'ydingiz? 45 ga bermadim de. 45 ga bermadingmi? Qaranglar, 6-chi balasi ekan, mana shu turpoq bilan urg'ash turpoq ekan. 45 mingga bermadim deydi. Bu kimden oldu? Turpoq. Sizden mi? Qancha so'radingiz? Nima turpoq o'xshaydi? Bozor 40. Birinchi turpoqmi? Ikkinchisi turpoq. İkincisi mi? 40 ming qildi bermadingiz, ha? 40 mingga bermadingiz.
mingga beradi. Daha kichkina bor ekan da. 40 mingga berib berdim deb tuğanlar. Yine oldu satıldı. Tuğanlar uşul uy torpog'i bilan 76 ming so'mga sotuldi. 76 oldim dedingizmi? 76 bin. Balası mı var? Torpog'i erkek ekan. 76 mingga shu sotuldi. Topoğu erkek. Yetmiş Mına tuğanlar daha bir torpog'i bilan ikinci torpog dedingiz ha? İkinci topuk. Erkek. Erkek. Qancha so'radingiz? 65. 65 ming. Bağ qilishdi 65 mingga. 61 kıldı. 61 qildi. 65 ming bo'lsa berib berasiz. Veririz nasıl kısa. 65 mingga shuni berasiz deydi. 61 ming qilishsa berib berdi. Tuğanlar buqalar жаққа kelib qoldim. Hozir bir ikki buqalarni da so'raychi. Assalomu alaykum. Siz qandaysiz? Qanchadan bo'ldi buqalar? 50'den bergen. 50'den berib berdingiz shuni. Mana, qarangizlar. Oşu buqani 50 ming so'm qilishdi, berib berdi. Qara eko. 50 mingdan berib berdi deydi. Yaxshi buqalar ekan, qarangizlar. Daha görünce. Taksir buqan qanchalik o'tasiz? 55 ming. 55 mingga berib berdingiz mi? 53 mingga berib berdim. 55 mingga berasiz, ha? Mana buqani 55 ming so'mga berildi. Daha ko'raychi. Qassobga loyiq buqalar bor ekan tuğanlar. Assalomu alaykum. Qancha oldi aytgan bu? 102. 102. Bu qon qarang. O'ta cho'ng. 102. Bu olata o'xshaydi. Parodasi. 102. Görüyoruz tabii. Жақсы buqalar kiribdi tuğanlar. Жақсы buqalar kiribdi. Bular satılganlar o'xshaydi. Esi jo'qdir. Assalomu alaykum. Qancha oldi aka? Kimisi sizniki? Ana shular ko'pmi? 4 dövi. 4 dövi. 4 buqalar. Qanchadan so'rasiz bundan? Sıyırından vardı. 60 kıldı. Ekoni 60 qildi, bermadingizmi? Ana boshqa cho'qada Ekoni 60 ming. Bu ekoni qancha qildi? Bu 25,5 bo'ldi, nari bo'ldi. Mana bo'ladi ekan, 25,5 ming bo'ldi. Yaxshi. Novoz bor. Bari Novozlar. Yaxshi baho bo'lib turadi aka. Torpaqlardan so'rab qo'ychi. Torpaqlar qancha oldi aka? Bu 50 bo'ldi. Eko 50 ming bo'ldi. Urg'atishgan a? Ha, xumajdi. Shu ikki torpaq 50 ming so'm bo'ldi. Mana shunday tuğanlar Batken bozorindagi bugungi ene bola uylarning buqalarning torpaqlarining bog'lari mana o'qitdingizlar. Negizdan ba o'rta yaxshi, hech qanday ko'tarilib, hech qanday tushgan jeri yo'q. 2-3 bozordan beri shundaylar bo'lib chiqadi. Men ushul yerdan jin tutayım. Chabarma kanalidan doim birga bo'laman. Ko'rishguncha.